Vau, shuncha vitaminni o'ziga jamlagan kollagenimiz. Bunaqa kollagenni ko'rmaganman. Atigi 350 mingga shu kollagen ovoslar ham ozvoslar, ham asabiylar joyiga kelyapti. Ham suyaginglar, ham tirnog'inglar, ham teringlar, ham sochinglarni o'stirib berayotgan Nora kollagenimizni skidka narxida olsanglar bo'ladi. Qizlarjoylar, bunaqa mahsulotni ko'rmagansizlar. Bu kollagen ichayotganda kofe ichish umuman mumkin emas ekan qizlarjoylar. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Ozish uchun ham eng zo'r kollagen Nora kollagenimiz nalichida bor qizlarjoylar. Kalsiysi bor, omegasi bor, berberini bor, sinki bor. Bemalol zakaz qiladi. Vitamin C si bor, vitamin E si bor, vitamin D3 bor, vitamin K2 bor qizlarjoylar. Bu qanaqa kollagen bu? Voy, mo'jizani o'zi. 350 mingga hozir sizlar shuncha tipga ega bo'lgan kollagenni sotib olasizlar. Faqat bu bir oylik kollagen ichib ham o'sanglar bo'lar ekan, ham ishtahanglar bo'g'ilar ekan, ham shuncha vitaminlarga ega bo'lar ekansizlar. Men bunaqa kollagenni ko'rmaganman. Bu kollagendan meni klientlarim bilasizlarmi? 6 kilo, 5 kilogacha ozishyapti. Emizukli klientlarimiz qattasizlar. Emizukli klientlarimizga 6 oydan keyin bemalol ichsanglar bo'ladi. Qani tez zakaz qilib olinglar qizlar. Shunaqa magnesiy ham bor ekan qizlar. Voy, asabiylarni ham joyiga keltirib olar ekan. Qani tez olinglar, bunaqa biotik kollagenni olmagansizlar, ichmagansizlar. Tez mendan olsanglar, olinglar. Bo'lmasam nalichida soni kam. Omega 3 ham bor ekan qizlar. Vav, ta'miga вообще gap yo'q. Klubnika, buni suvga, sokka solib ichsanglar, kompotlarga solib ichsanglar, yogurtlarga solib ichsanglar, vav bo'ladi qizlar.